Sifatli elektr choynak qanday tuzilgan bo'ladi? Mana bu elektr choynagimiz. Bu ten bo'lsa, uning chiqish uchlari. Bu mana qo'shimcha termostat bilan himoyalangan. Odatda suv qaynab chiqsa, mana bu yerdagi termokulchatli bor. Termostat o'chiradi. Lekin suvsiz qolganda yoki bu biroz muddat ko'proq davom etganda, mana bu termostat yoki suvsiz qolishdan himoya qilib o'chiradi. Qo'shimchasiga mana bu yerda termopreохранитель bor. Bu yerda temperatura bunikidan ham oshganida yoki suvsiz qolib ketsa, yong'inni oldini olish uchun bu yerda qo'shimchasiga qo'yilgan. Mana bu. Mana bu yerda 10 amperlik termopreохранитель. Bu yerda hosil bo'lgan qisqa tutashuv tokiga, shuningdek, temperaturaning normadan ko'tarilib ketishidan natijasida qisqa tutashuv tokini oldini olish uchun bu himoya qiladi. Ya'ni yoki qisqa tutashuv yoki biror sabab tufayli o't yuklama vujudga kelsa, bu kuyish orqali bizda yong'inni oldini oladi. Shunday ekan, sifatli elektr choynaklarda xuddi shunday himoya qurilmalari qo'llanilgan bo'ladi.